Sizce bu yoqqa o'tib qolibsiz, sayohat ketganmidingiz? Shunda bir shahar aylangach, sayohat qilgach, endi sizlardek bir cho'ng-cho'ng ishlarni qilib qolmasaqmi? Bir kichik qushaq ishlar bo'lib qolsinmi deb, bir so'z tijoratini epini bilib boqay deb keldim. Voy, savodishim yaxshimi? Voy, Dunla, men tek siz gap qilmasangiz tasqapdan juma tuni yonmag'ida. Voy, men Oshtabek o'zgarib ketmanmi? Voy, jiq o'zgaribsiz. Siz maktabdagidan tekim chiroyliqlashib, tekim jazbidor bo'lib ketibsiz, pul topqansizlar. Sizce bu yoqqa o'tib qolibsiz, sayohat ketganmidingiz? Shunda bir shahar aylangach, sayohat qilgach, endi sizlardek bir cho'ng-cho'ng ishlarni qilib qolmasaqmi? Bir kichik qushaq ishlar bo'lib qolsinmi deb, bir so'z tijoratini epini bilib boqay deb keldim. Hey. Men hammadan rizqi dunyo chechitilgan bo'ldi. Lekin shu ilgari keyin hammasi yozib bor. Sizdan baxtli bo'lishingizcha bir kunlarga ishingizga qo'nib qoladi. Shu kunlar kelib qolar. Men uchun mush yaqinda, ya'ni qachon mening cho'ngroq bir shaharlarda uyam bo'lsa, men sizdek bir boy-boy yashab, bir turmush kechirsam deb shundan xayol qilgan bo'lib qoldim. Hay, unda deyman, men boyib ketsinizcha qarang, osmonlik ayni uzib bag'il bo'lmaydi ekan. Hozir bu yo'q deyarli kiyim qo'lligingiz bo'lmaydi deyarlikdan derakmaydi. Men bir yilning bir kulgisi, men qorong'ulikni nur bergan bir kun bo'ldi deydi emasmi? Endi peshonangizga ter bilan qarang, ko'zingizga nam yoshdan bir tanlashga to'g'ri keldi. Shuning uchun hozirdan boshlab yaxshi tirishib, yo'q narsangizni, kam narsangizni to'liq qilsangiz bo'ldi. Men tirishchanlik bag'i hech qanaqa odam natijasiz qo'ygan emas. Hey Dunlar, hey Dunlar. Sizning shu oliy maktabda gap dalliqingiz e'lon qilmoqda. Hey, men eng chong boylik notiqlik deydi emasmi? Ammo gapni tatliq qilib, hech qanaqa odamga bir ziyon solmagan asosda o'zingizning ishni yaxshi qilib maqsangiz, tirishib maqsangiz, ish qilib boyib ketmasangiz bag'i qudus, men turmushingizda qandoqdek bir natijaga erisha olasiz. Demismi, to'g'ri deysiz. Sizning shu ishqiz gapingizni anglab, qallam xiyla eshitib qoldim. Qudus bu yuzingizga qarasam biz o'qiyotgan vaqtimizda mana dog' sapkun manglab o'tdi sizniki. Bu hozircha yo'qmabdi-ku bu. Hey, nimasini deysiz qarang. Necha yildan buyon mush yuzimga ishlatmagan narsa qolmadi. Bu menmi yo'qimdi, uning ustiga bedallarim demsa sugal vat emasmi? Unimi yo'qtamidi? Shu bir unumlikroq bir mahsulot topolmay, shu turaverasizlar dedim-ku. Hey, bundan qo'yib bersangiz texim jiqib ketadi bu. Oldin qaytib mening qo'limga so'ygal chiqib ketdi-a. Men Aychehrininki, bash men dog' sapkun so'ygal tushirgan bir mahsulotni ishlatgandim, shunchalik unumini qo'ygan. Ya buni siz mashinada ishlatib boqamsiz ya. Bu mahsulot chiqib badningizniki qayer so'ygal bo'lsa, bash men sapkun dog' bo'lsa, qarang, shu yerga so'ksangiz, mana 8 kundan 15 kungacha bo'lgan oraliqda qarang, mana shuni tushiraydirga. Uningizga hozir men faoliyat vaqtiga bir qop shu mahsulotni setib olsangiz 98 yillik men 100 chapaqni bir sovuq qildi ekan. Mayli. Unda bo'lib qolsa, men bir undan numarani deb beramsiz? Ma'qul. Umaq 850. Umaq 850 pinincha? Ha. Xush bo'ldim. Hey, bir vaqtingiz bo'lib qolsa, bekor olsangiz, men bunda bir shaharni aylandirgach, bir aylanib kelmamda. Ha, bo'ldi, men bekor bir aylanaylik.